Qish mavsumida aholiga qulay turmush sharoitini yaratish, iqtisodiyot tarmoqlari, energetika va ijtimoiy soha obyektlarining barqaror ishlashini ta'minlash eng muhim vazifalardan biri. Ayniqsa sovuq kunlarda elektr va issiqlik ta'minoti uzilishlariga yo'l qo'ymaslik, avariyaviy holatlarni oldini olish masalalari doimiy nazoratda. Muxbirimiz Sirdaryodan xabar beradi. Sirdaryo viloyati prokurori tomonidan Guliston shahridagi Milliy dispetcherlik markazi davlat muassasasining Sirdaryo hududiy dispetcherlik bo'limi faoliyati o'rganildi. Shuningdek, viloyatda favqulodda uzilishlarning oldini olish, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini elektr energiya bilan uzluksiz ta'minlash hamda salbiy holatlarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar taqdimoti bilan tanishdi. Aholimiz muammolarini tezkorlik bilan bartaraf etish maqsadida viloyat tuman shahar shtablari faoliyati yo'lga qo'yilib, ularga gaz, elektr, suv ta'minot korxonalari, transport, favqulodda vaziyatlar, sog'liqni saqlash, ekologiya, ichki ishlar va boshqa tashkilotlar xodimlari biriktirildi va tunu kun aholi murojaatlarini qabul qilish uchun 1055 qisqa raqamli ishga tushirildi. Bundan tashqari viloyat bo'yicha 196 nafar xodimlardan iborat 58 ta tezkor chiqish brigadalari tuzilib, 55 ta avtomashina va 20 ta maxsus texnika vositalari shay holatga keltirildi. Qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida viloyat ta'minoti korxonalari omborlariga transformator moylari, kabel, sim, turli diametrlardagi gaz quvurlari, zulfin, jo'mrak, bolt gaykalar, himoya o'rami, elektr payvandlash apparatlari, dizel yoqilg'isi va boshqa zaruriy ehtiyot qismlari zaxirasi yaratildi. O'rganishlar davomida hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Sirdaryo hududiy filialida tashkil etilgan kol markaz orqali aholi va ulgurji iste'molchilar murojaatini qabul qilish tizimi hamda favqulodda holatlarning oldini olishga mas'ul navbatchi guruhlarning tayyorgarligi ko'zdan kechirildi. Keyingi manzil shaharning Bo'ston mahallasida joylashgan issiqlik ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi yangi markazlashgan isitish inshooti faoliyati bo'ldi. Viloyat prokurori mavsum davomida ko'p qavatli uy-joylarni issiqlik bilan barqaror ta'minlash va tizim samaradorligini oshirish bo'yicha mas'ullarga aniq ko'rsatmalar berib o'tdi.